Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan qofiyaning turlari, radif, ravi haqida gaplashamiz. Bu nimaga kerak? Bizga milliy sertifikatning 43-savoli uchun xuddi mana shu mavzuyimiz juda ham muhim hisoblanadi. Shuningdek, ayrim g'azal testlarimiz ham mana shu qofiya, radif, raviga bag'ishlangan bo'ladi. Ya'ni o'sha g'azal testlarining ichidagi ayrimlari qofiyani toping yoki bo'lmasa o'sha radifni toping kabi qofiyaning turlarini toping, mutlaq qofiyami, muqayyat qofiyami degan savollar tushadi. Mana shu o'rinlarda kerak bo'ladi. Darsimizni sizga radifni tushuntirishdan boshlayman, chunki juda ham oson bo'lganligi uchun. Qofiyadan keyin misra oxirida takrorlanib keladigan so'z bitta so'z bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam so'z birikmasi, so'z birligi bo'lishi mumkin. Mana shu narsa radif deyiladi. Radifni biz topishni oson usulini hozir sizga o'rgataman. Qarang, radif qoidasiga ko'ra, radif mana bu misraning oxirida takrorlanib keladigan so'z yoki so'z birikmasi bo'lishi kerak. Mana bu, demak, she'riy matnimizda, g'azalda birinchi demak qator misra deb ataladi. Misra deb ataladi. Xo'p. Birinchi qator misra deb atalar ekan. Mana bir qator bo'lsa, mana bir misra, ikki qator bo'lsa, ikki misra. Bir misra mana bunisi ikkinchi misra. Demak, bitta qatorimiz she'riy nutqda misra deb ataladi. Bir misra, ikki misra. Endi mana bu ikkita misramiz birgalikda baytni tashkil qiladi va bayt so'zi uy degan ma'noni bildiradi. Demak, ikkita misramiz bitta baytni tashkil qilar ekan. Endi bu sizga qo'shimcha ma'lumot uchun aytib ketyapman. Endi mana bu demak ikkita misra baytni tashkil qildi. Endi qarang, mana bu misralar oxirida boshdan qidirmaymiz radifni, doim misraning oxiriga boramiz va oxirida takrorlanib keladigan so'z deyilyaptimi? Demak, ko'ramiz oxirini. Birinchi misramizda oxirgi so'zi bo'lmish, ikkinchi misramizda oxirgi so'zi bo'lmish. Bir xilmi, hech qanaqa o'zgarish yo'qmi so'zlarda? Demak, mana shu radif hisoblanadi. Xo'p, endi oxirgi so'zni ko'rdik. Undan endi bu yoqqa qarab, oldinga qarab yuramiz. Keyingi so'zi, demak, ovora so'zi, keyingi birinchi misrani so'zi bechora. Demak, bir-biri bilan bir xilmi bu so'zlar? Yo'q, noto'g'ri. Demak, mana bu yerda radifimiz chiqdi. Ya'ni radif bir xil bo'lish kerak, so'zlari bir xil bo'lish kerak. To'g'rimi? Qarang, mana bu endi misramizning radifi nima ekan? Bo'lmish so'zi ekan. Bo'lmish radifli g'azal ekan. Bitta so'zdan tashkil topadi dedik. Demak, bu bir dona so'zdan tashkil topdi. Bitta so'zdan tashkil topsa ham radif bo'ladi. Demak, bo'lmish radifli g'azal ekan. Endi qarang. Ikkinchisida ko'ramiz mana bu misra, mana bu bir misra, bunisi ikkinchi misra. Misraning oxirida takrorlanib keluvchi so'z yoki so'zlar birligi dedik. Oxiri mana siqmay qolganligi uchun bu yoqqa tushibdi. Birinchi misraning oxirgi so'zi ko'ngil so'zi, ikkinchi misraning oxirgi so'zi ko'ngil so'zi. Hop, tushdi. Endi bundan oldingi so'zga o'tamiz. Bunda kelyapti bu so'zi, bunda kelyapti bu so'zi. Bir xil ketyapti. Bunda birinchi misrada ko'ngildir so'zi, bunda ikkinchi misrada ko'ngildir so'zi. Xo'p, bir xil tushdi. Bu so'zi, bunda ham bu so'zi. Endi bunda qiladirg'on tushdi. Bu ikkinchi misrada ham qiladirg'on. Hozircha bir xil ketyapti. Shaydo va bunisida rasvo chiqdi. Endi so'zlar nima qildi bu yerda? Uzildi. Demak, mana bu yerdan chizsak, demak, mana aniq bo'ldi radifi. Endi bu radifimiz qiladirg'on, bu ko'ngildir, bu ko'ngil nomli radifli g'azal ekan. Ko'rdingizmi? Topish juda ham oson. Demak, misra oxirida takrorlanib keladigan so'z bo'lishi mumkin. Mana bunda bitta bo'lmish chiqdi yoki bo'lmasa bir nechta so'z birikmasi bo'lishi mumkin ekan. Mana shular, demak, radif bo'lar ekan. Qiyinmasa mana shu holatda topsangiz bo'ladi. Endi hozir aytganimiz radif bitta so'zdan iborat bo'lsa, demak, u yig'iq radif deyiladi. Tepadagi bo'lmish so'zi bilan hosil bo'lgan radifimiz yig'iq radif. Bir nechta so'zdan iborat bo'lsa, yoyiq radif deyilar ekan.
Demak, haligi ko'rdik-ku, qiladirg'on bu ko'ngildir, bu ko'ngil. Endi u yoyiq radif hisoblanar ekan. Yig'iq radif, yoyiq radif mana shunday farqlanar ekan. Endi nomidan bilib olsangiz bo'ladi buni. Endi mana qarang, qofiyaga keldik. Qofiya endi she'rning asosiy unsurlaridan biri hisoblanadi. She'rning bezagi hisoblanadi. U she'rga jozibadorlik baxsh etadi, shuningdek she'rning musiqiyligini ta'minlaydi. She'rni nasriy yo'ldan farqi ham mana shu qofiyasida hisoblanadi. Shoirlar asarlarida asosiy fikrni tashuvchi so'zlarni mana shu qofiyada berib o'tadilar. Xo'p, endi biz qofiyani qayerdan topamiz deb aytsangiz, qarang. Qofiyani xuddi shu misolimizga keldik. Mana qarang yana. Bu misolimizda qofiya mana bu radifdan oldinda joylashgan so'z bo'ladi. Ya'ni qofiyalar bir-biriga ohangdosh bo'lish kerak. Ohangdosh talaffuz qilinishi kerak. Ohangdosh so'zlardan tashkil topadi. Qarang, bunda mana bo'lmish so'zi radifmidi? Mana bu yerdan kesgandik-a, mana radif bo'lmish so'zi radif bo'lgan edi va buni biz mana bu yerdan kesib olgandik. Mana qaytaring, mana bo'lmish bo'lgandi. Endi aytayapman, qofiya mana shu radifning oldida, ya'ni bitta oldinda joylashgan so'z deyapmiz. Demak, bundan bitta oldinda joylashgan so'z bechora so'zi va ovvora so'zi ekan. Mana shu qofiya hisoblanadi. Bechora so'zi bilan ovvora endi qofiya bo'ldi. Ikkinchimizda mana bu qiladirg'ondan ajratgan edik. Mana qiladirg'on edi. Bundan bitta oldingi so'z shaydo so'zi, rasvo so'zi edi. Demak, mana shular qofiya bo'ladi. Mana endi talaffuz qilib ko'ring shu so'zlarni bir-biriga, demak, talaffuzdosh o'xshashda. Bechora, ovvora, shaydo, rasvo so'zlari. Mana qofiyani ham ko'rdik. Endi oxirgi undosh va unlilar to'la mos kelsa, qofiyani bitta turi bu to'q qofiya hisoblanadi. Mana qarang, buni qanday aytamiz? Biroq, firoq. Mana oxirgi harf tovushi q, o, r, i faqatgina bitta tovush bilan nima qilyapti? Farq qilyapti. Demak, undosh va unlilar to'la mos kelyapti. Bitta tovushga, harfga farq qilyapti. Shuning uchun bu to'q qofiya hisoblanadi. Endi harflar bir-biriga to'la mos kelmasa-chi? To'la mos kelmasa, endi u och qofiya bo'ladi. Demak, Majnun osmon so'zlarida. Mana bu n kelyapti. Bunda n dan bitta oldingi harf o, bunda u. O'zi buzildi. Shuning uchun bu och qofiya hisoblanar ekan. Bu endi unchalik muhim emas, lekin mavzu sifatida o'tib ketyapman. Endi mana raviyga keldik. Raviy juda ham o'sha qofiyani turini o'rganayotganimizda bizga kerak bo'ladigan unsur ekan. Mana shu raviyni topib olsangiz, 43-savolni 100 dan 100 bajarasiz. Hozir men sizga buni oson usulni o'rgatib qo'yaman. Qarab turing. Raviyni topish uchun raviy endi qofiyadosh so'zlarda keluvchi tirgak tovush ekan. Qarang, endi biz raviyni qayerdan topamiz desangiz, raviyni siz mana bu bir xil so'zlardan emas, ya'ni radif turibdi-ku, mana bo'lmish, qiladirg'on bu ko'ngillardan emas, uni mana bu qofiyadan qidirishingiz kerak. Bechora, ovvora, shaydo, rasvodan qidirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tirgak tovush raviy mana bu qofiyaning tarkibida keladi. Shuni yodingizdan chiqarmang. Tag'in bo'lmishdan olib qo'ymang. Mana shu qofiyaning tarkibida bo'ladi. O'sha so'zdan qidirasiz. Endi qarang. Raviy tub so'zlarda o'zak oxirida deyapti, yasama so'zlarda negiz so'ngida deyapti. Bu nima degani? Buncha qiyin deyapsizmi? Qarang. Raviy yasama qo'shimchasi mavjud bo'lgan so'zlarda mana shu yasama qo'shimchaning oxirisini olasiz. Masalan, gulli desangiz, o'sha gullidagi li nima? So'zga so'ch qo'shimcha, yoki bo'lmasam guldor desangiz, guldor so'zidagi dor qo'shimchasi r, oxiridagi tovush r bo'ladi. Demak, mana shu raviy hisoblanadi. Ya'ni o'sha so'z yasovchini, eng oxirgi so'z yasovchini olasiz. Agar keyingi so'z ham mos kelsa. Tub so'zlarda
tub so'zlarda mana shu tub o'zakning oxirini olasiz. Lug'aviy shakl yasovchi kelishik qo'shimchalarimiz, egalik qo'shimchalarimizni hisobga olmaysiz. Tushundingizmi? Demak, asosga qarab belgilaysiz. Asosga qarab belgilaysiz. Endi qarang. Xo'sh, endi qanday harflar raviy bo'la oladi? Sizga eng oson usuli raviy bo'la olmaydigan 3 ta harfni yodlab qoling, bo'ldi. Mana shu harf kelmasa bo'ldi, qolgan barcha harflar raviy bo'la oladi. Mana, raviy bo'la olmaydi qisqa unlilar. I, E, A. Mana shu 3 ta unlini yodlab qolasiz. Bo'ldi. Mana shu 3 ta unli kelganda bu unlilardan oldingi tovush raviy bo'lib keladi. Mana shu qaytaraman. 3 ta unli kelsa, mana shu 3 ta unlidan oldingi tovush raviy bo'lib keladi. Endi qolgan barcha tovushlar raviy bo'la oladi. Ya'ni undosh tovushlarning barchasi va cho'ziq unlilar u, o, o bularni cho'za olamizda. U, o, o cho'ziq unlilar. Mana shular kelsa ham, unli bo'lsa ham mana shu, demak, unli harflar raviy bo'la oladi. Siz mana shu 3 ta harfni yodlab qoling. I kelsa olmaysiz, E kelsa olmaysiz, A kelsa olmaysiz. Buni hozir misollarda ko'ramiz. Qarang. Mubtalo so'zi bor, mana oshno so'zi turibdi. Raviyni topishni o'rganamiz. Biz aytdik, qofiya, demak, qofiya shu so'z bo'lyapti. Endi tirgak tovushni topishimiz kerak. Mub degan asosi mubmi bu so'zni? Yo'q. Mubtalo bitta asos, o'zak, to'g'rimi? Demak, o'zakni oxiri o bilan tugayapti. Osh degan so'zimiz bor, lekin oshno so'zning o'zagi osh emas-da. Oshno bilan osh bir-biriga bog'liq emas. Shuning uchun bu asos qo'shimchalarga ajralmaydi bu so'zimiz. Yakka holda oshno tarzda keladi va buning oxirgi tovushi o edi. Mana qarang, endi ro'yxatga qaraymiz. O tovushi raviy bo'la oladimi? Albatta raviy bo'la oladi. Demak, bu so'zimizda raviy o tovushi ekan. Keyingisini qarang. Jafokor, vafodor so'zlari kelyapti. Jafokor, vafodor so'zlar. Endi qarang, buni asosi jafo so'zi, to'g'rimi? Jafo so'zi, buni asosi, vafodorni asosi vafo. Vafo. O'tib ketib qoldi. Vafo so'zi. Endi o to'g'ri kelyapti, lekin degan joyda bor, so'z yasovchini olishimiz kerak. Oxirgi so'z yasovchini harfini tovushini olishimiz kerak edi. Endi bu yerda bu kelish jafokorda kor, vafodorda dor so'z kelish qo'shimchasi emas, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha emas. So'z yasovchi bo'lganligi uchun mana shu so'z yasovchini oxirgi tovushini olamiz. Agar bu yerda jafoning, vafoning bo'lganda edi yoki jafoga, vafoga bo'lganda edi, o'shanda oni olar edik. Chunki ga kelishik qo'shimchasi, so'z yasovchi emas. Yoki jafodan, vafodan so'zlar kelganda nani emas, xuddi shu jafo, vafodagi oni olgan bo'lardik. Endi jafokor, vafodor so'zlarida so'z yasovchi qo'shimcha mavjudligi uchun so'z yasovchi qo'shimchaning oxirgi tovushini harfini olamiz. Demak, jafokorda r, vafodorda r tovushi bu yerda raviy bo'ldi. Tushundingizmi shu joyiga? Endi keyingisini qarang. Dilbarim, paykarim. Dilbarim, paykarim. Endi qarang, asos dilbar, buniki asosi paykar. Ajratmaymiz, paykar. Endi qarang, bularni oxiri ham, bu dilbarimni oxiri ham m tovushi, paykarimni oxiri ham m tovushi bilan tugayapti. Lekin m tovushi undosh tovush bo'lsa ham biz uni raviyga ola olmaymiz. Sababi qarang, im bu yerda egalik qo'shimchasi. Ya'ni yasovchi qo'shimcha emas. Yasovchi qo'shimcha bo'lganda olishimiz mumkin edi. Lekin dilbarim, paykarim so'zlarida mana bu im tovushi, demak, so'z yasovchi qo'shimcha bo'lmaganligi uchun dilbarimdagi asosdagi r tovushi, paykarimdagi asosdagi r tovushi raviy bo'lib keladi. Tushuntira oldimmi? Mana bunda ham r tovushi raviy bo'ldi. Endi qarang. Ozgina xato ketibdi, uzr, texnik xatolik, shoshib yozgandim. Lola, piyola so'zlari kelyapti. Lola, piyola so'zlarda asosi. Lolani asosi ajralmaydi. Lolani o'zi, piyolaniki ham shunday ajralmaydi.
bitta asosdan tashkil topyapti. Qo'shimchalar yo'q. Endi biz ani ola olamizmi raviyga? Yo'q, ola olmaymiz. Chunki mana qarang, raviy bo'la olmaydigan tovushlarni, harflarni men ajratib qo'ydim. I, e, ayimiz raviy bo'la olmaydigan tovushlar edi. Shuning uchun a tovushi raviy bo'la olmaydi, qisqa unli bo'lganligi uchun va undan bitta oldingi tovush raviy sifatida qabul qilinadi. Ya'ni l tovushimiz bu yerda nima bo'ldi? Raviy bo'ldi. Tushundingizmi? Endi qarang, nishona, ostona so'zlari kelyapti. Nishonani asosi nishona, nishona, ostonaniki oston degan so'z yo'q-da. Mana ostona tarzda keladi. Oston plus a emas, bu yakka holda bitta butunlikda ostona shaklda keladi. Va endi qarang, bunda ham a tovushi kelyapti. A tovushimiz demak qisqa unli bo'lganligi uchun raviy bo'la olmaydi va bundan bitta oldingi harf raviy bo'lib keladi. Ya'ni nishona, ostonada raviyimiz n harfi bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Tushunmasangiz yana qaytadan bir ko'rib oling. Endi bu joyda mana bizga kerak raviyning o'rniga ko'ra qofiyalarimiz mutlaq qofiya va muqayyad qofiyaga bo'linadi. Qaytaraman. Raviyning o'rniga ko'ra mutlaq qofiya va muqayyad qofiya. Xo'p, buni qanday farqlaymiz? Xo'p, birinchi muqayyad qofiyadan boshladik. Raviy bilan tugallangan qofiya, ya'ni bundan keyin harf kelmasligi kerak. Hozir biz topgan raviylarimiz ana shundan so'ng hech qanaqa harf ham, so'z ham kelmasligi kerak. Mana qarang, mubtalo oshno so'zlarida. Mubtalo oshno so'zlarida boyaga aytdim, mana oshno bitta, mubtalo bitta asos, oshno bitta asos, asos qo'shimchalarga ajralmaydi va raviyimiz o. Demak, mana bu raviy bilan tugaganligi uchun, ya'ni bundan so'ng hech qanaqa harf kelmaganligi uchun, demak bu mutlaq qofiya hisoblanadi. Allohda, demak ha tovushimiz bu yerda mana undosh tovush, ha tovushimiz demak raviy. Raviydan so'ng hech qanday qo'shimcha yoki bo'lmasam harf bo'lmaganligi uchun, demak bu muqayyad qofiya ekan. Shaydo oshno so'zlarda asosi shaydo o tovushi, oshnoda ham asos bitta asosdan tashkil topyapti. O tovushi demak raviy bo'lib kelyapti va raviydan so'ng qo'shimcha yoki harf bo'lmaganligi uchun bu ham muqayyad qofiya bo'ldi. Endi mutlaq qofiya. Mutlaq qofiya raviydan keyin harf keladi. Yoki bo'lmasam so'z keladi yoki qo'shimcha keladi. Raviydan keyin harf kelsa, bitta harf bo'lsa ham kelsa, u mutlaq qofiya hisoblanadi. Qarang, jononimni, davronimni so'zlari. Buni endi asosi jonon, jononimni so'zning asosi jonon, davronimnida asosi davron. Endi qarang, im bilan nini ololmaymiz, chunki im egalik, ni kelish qo'shimcha, so'z yasovchi emas. Shuning uchun mana bu yerda n tovushi, davronimdagi n tovushi raviy bo'lib kelyapti. Raviydan so'ng qo'shimchalar kelganligi uchun, demak bu mutlaq qofiya bo'ldi. Mana qarang, raviydan keyin harf kelsa, bitta harf kelsa ham mutlaq qofiya bo'ladi dedik. Endi bu yerda mana 4 ta qo'shimcha kelyapti. 4 ta harf kelyapti. Shuning uchun bu mutlaq qofiya bo'ldi. Endi ba'zida deyapti raviy qo'shimcha tarkibida keladi. Ko'rmagan, sig'magan so'zlarida. Endi qarang, mana bu so'zimizning asosi ko'rmoq, bu so'zimizning asosi sig'moq. Vaziyatdan kelib chiqib ish qilasiz. Qarang, endi ko'rmaganda demak asosi r bilan tugayapti, sig'maganda gh bilan tugayapti. Ikki xil bo'lib qoldi. Bizga bir xil harf tovush kerak edi. Endi ko'rmagan, sig'maganda mana bu n ni biz nima qilib olamiz? Raviy deb qabul qilamiz. Chunki asoslar n harflari bir-biriga nima qilmadi? Mos kelmadi. Mana shu tarafiga ham e'tibor berib qo'yasiz. Misollarga qaraymiz. Yuzingdan gariroq solsam nazarni, netarmen ko'zda bu nuru basarni. Nazarni, basarni so'zlari qarang. Endi men boshida o'rgatganim radif. Hamma demak g'azallar ham, hamma she'riy asarlar ham radif bilan tugayvermaydi. Ba'zilarda radif bo'ladi, ba'zilarda radif bo'lmaydi. Bu endi shoirning ixtiyoriga bog'liq.
ana shu demak, mana bu hozir ko'rib turgan baytimizda, ya'ni misralarimizda mana nazarni, basarni so'zlari bilan tugayapti, demak radif yo'q. Radif bo'lmasa, o'sha oxiridagi so'z qofiya bo'ladi. Tushundingizmi? Mana radif, agar radif bo'lganda edi, radifdan oldingi so'zni qofiya deb qabul qilar edik va o'sha qofiyani ichidan raviyni qidirar edik. Endi radif bo'lmasa, demak oxiridagi ohangdosh so'zlar qofiya bo'ladi. Nazarni, basarni so'zlarda, demak nazarni so'zida asos nazar, basarnida asos basar. Endi nini ololmaymiz, ni chunki egalik kelishik qo'shimchasi bo'lganligi uchun. Demak, basarni, nazarnida oxiri tugayotgan demak harfimiz r bo'ldi, mana r bo'ldi va bundan keyin demak qo'shimchalar bo'lganligi uchun demak r tovushi bu yerda raviy bo'ldi. Raviy qofiyaning turiga ko'ra qo'shimchalar borligi uchun mutlaq qofiya deb qabul qilamiz. Bu ne qoshu g'amzayi ayyor erur, bu ne shaklu shevayu raftor erur. Demak, endi bu yerda mana oxirdan kelamiz. Erur. Demak, radif mavjud ekan bu g'azalimizda. Erur radifli g'azal ekan. Erur demak radif bo'ldi. Endi bundan bitta oldingi so'zlarimiz qofiya deb qabul qilinishi kerak. Ayyor so'zi, raftor so'zi bu yerda qofiya bo'lib kelyapti. Endi asos qo'shimchaga ajratamiz. Ayyor bitta o'zi, raftor ham bitta o'zi. R tovushi demak bu yerda raviy bo'lib kelyapti. Raviydan so'ng hech qanday qo'shimcha yoki harf kelmaganligi uchun bu muqayyat qofiya deb qabul qilamiz bu misolimizda. Tushundingizmi? Tushunarli bo'lyaptimi? Xo'p, endi mana so'zlar berilyapti. So'zlarni ham bir ko'rib o'tsak. Dilxoh, ogoh so'zlarda demak asos dilxoh demak oson topish. Ogoh bitta asosdan tashkil topyapti. Undosh tovush h bo'lyapti. Bundan so'ng demak harf kelmaganligi uchun bu muqayyat qofiya. G'amdur, stamdur. G'am asosi, stam asosi. Demak, bundan so'ng dur kelganligi uchun, demak, m tovushi bu yerda raviy bo'lyapti. Bundan so'ng demak, qo'shimcha kelganligi uchun bu mutlaq qofiya bo'ldi. Charog'i, dog'i. Charog' so'zida demak asos charog', dog'i so'zidagi asos dog' so'zlar bo'ldi. G'a tovushi demak undosh tovush bo'lganligi uchun bemalol raviy bo'la oladi va bundan so'ng i harfi, mana bitta harf kelsa ham mutlaq qofiya deb qabul qilamiz buni. Sumalakka, falakka so'zida asosi sumalak, falakkada demak asosi falak bo'lyapti. Demak, bundan so'ng mana qo'shimcha kelyapti. K bilan tugayapti asosi, demak k tovushi bu yerda raviy va bundan so'ng qo'shimcha kelganligi uchun bu ham mutlaq qofiya deb qabul qilamiz. Gisu qorong'usi. Demak bu yerda u tovushi qorong'u so'zda u tovushi demak nima bo'ldi? Raviy bo'lib keldi. Xo'p, mana shu demak bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Doim sog' salomat bo'ling.